Diqqat! Barcha fuqarolar darhol ogoh bo'ling. Bugundan yerga dahshatli xavf yaqinlashmoqda. Zarurat bo'lmasa aslo ko'chaga chiqmang. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun O'zbekistonni magnit bo'ronlari oyi kutib turibdi. Eng kuchlisi bugundan boshlanadi. Magnit bo'ronlari paytida o'zingizni asrash uchun oddiy tavsiyalar beramiz. Ko'proq suv iching, uxlash rejimini saqlang, jismoniy va ruhiy yuklamalarni kamaytiring, qon bosimingizni nazorat qiling, spirtli ichimliklardan voz keching va kofeinni cheklang. Ekranlar oldidagi vaqtni qisqartiring. Agar odatda o'zgarishlarni sezmasangiz ham, bunday kunlarda tanangizga e'tiborli bo'lish juda muhim, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.